O'zbekistonning ma'naviy qudratini, tili va adabiyotini xorijda targ'ib qilayotgan fidoyi ustozlar uchun yana bir muhim tashabbus amalga oshirildi. Vatandoshlar jamoat fondi tomonidan xorijdagi o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchilari uchun tashkil etilgan maxsus malaka oshirish kurslarining birinchi mavsumi boshlandi. Bu kurslarda chet ellardagi umumta'lim muassaslarida o'zbek tilini o'qitayotgan ustozlar ishtirok etmoqda. Dastur bir haftalik bo'lib, unda respublika professor o'qituvchilari tomonidan nazariy va amaliy mashg'ulotlar o'tkazildi. Maqsad metodik salohiyatni oshirish, umumiy tajriba almashish. Ushbu tashabbus nafaqat bilim almashish, balki o'zaro fikr va tajriba almashinuv, metodik yondashuvlarni takomillashtirish uchun ham keng imkoniyatlar yaratadi. Zero zamonaviy talablarga mos dars berish, ona tilimiz targ'ibotini yangi bosqichga olib chiqish bugungi globallashuv sharoitida ustozlar zimmasidagi muhim vazifadir. Bugungi podkastimiz qatnashchilari Tojikiston Respublikasi So'g'd viloyati 4 sonli umumta'lim maktabining o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchisi Muhammad Mahmarahimov, Qirg'iz Respublikasi O'sh viloyati Qorasuv tumani 84-umumta'lim maktabining o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchisi Nargizaxon Komilova va Qozog'iston Respublikasi Turkiston viloyati Sayram tumani bilim bo'limi o'zbek tili va adabiyoti uslubchisi Ulug'bek aka Qurbontoyevlarni taklif qilganmiz. Podkastimizga xush kelibsizlar. Salomat bo'ling. Salomat bo'linglar. Bugungi bir muloqotimizni bejizga chiroyli mo'jaz bir maktabda olib bormayapmiz. Abdulla Qodiriy merosi bugun millatni, ma'naviyatini yuksaltirishga, qolaversa xalqlarimizni bir jipslashtirishga xizmat qilyapti. Vatandoshlar jamoat fondi aynan xorijda bugun o'zbek tili va adabiyotini targ'ib qilayotgan, mana shu jarayonlarda bir ustozlik qilayotgan bir qancha bir murabbiylarimizni tanlov asosida malaka oshirish kursiga bir taklif qildiki, mana shu malaka oshirish kursi hayotlaringizda qanday bir muhim rol o'ynadi? Qay darajada bir bilimlaringizni mustahkamladi? Qay darajada bir tajriba, ko'nikmalaringizni oshirishga xizmat qildi? Biz buni eshitib juda xursand bo'ldik. Bular tanlov e'lon qilindi, shu asosda biz ishtirok etamiz. Bu albatta yaxshi fikr, yaxshi g'oya. Shu har bitta ishtirok etayotgan o'qituvchilar juda bir chuqur motivatsiya, chuqur g'oya olibdilar bu yerdan. Biz qaytadan xuddi oliy dargohda o'qigandek bo'ldik. Men yana shunday bir fikrga keldimki, O'zbekiston davlati hayotda oltin davr boshlanganligini sezdim. Yangi avlod ijodkorlari, ustozlarni suhbatlarini eshitib, bizda juda bir g'oya. Ana shunday g'oyalarni, ana shunday fikrlarni biz o'quvchilarimizga yetkazdiramiz. Shu yerda yashayotgan o'zbeklarga bu vatandosh fondidagi salomlarini, otashin g'oyalarini yetkazishga harakat qilamiz. Men shuni his qildim. Takrorlash bilimlar onasi degan maqolga yana bir bor chin dildan ishondim-da. Chunki men talabalik davrida olgan bilimlarimni bu malaka oshirishda yanada takrorlab shakllantirdim. Shakllantirib yangi bilimlar bilan boyib Qirg'izistonga borib yosh avlodga o'zgacha bir darslar o'taman degan ruh bilan, ishonch bilan turibman-da. Chunki bizga o'tgan har bir fan o'qituvchilari, professorlar o'z sohalarini yetuk insonlar ekanda, ular bizni hozirgi zamon talabi bilan o'zbek tilimizni o'quvchilarga qanday qilsak yaxshiroq yetkazib berishni, o'zbek tilimizning juda go'zal qirralarini yosh avlodga yanada ta'sirli qilib yetkazib bera olish yo'llarini, undan tashqari bizi tilimizda, tilshunosligimizda ro'y berayotgan yangiliklarni bizga juda ham aniq misollar bilan juda ham zo'r bizga yetkazib bera oldi-da. Hamkasblarim qatori menda ham hayajon bo'ldi, albatta. Kutib olish, mana bu mehmonxonalarga joylashtirish, mana shunday ochilish marosimlariga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistlar bilan birgalikda kelib, birga bir-birimizni topganday juda ham bir ko'tarinki ruh bilan boshqacha boshlandi. Hammamizda ham bo'ldi. Qirg'izistondan kelgan hamkasblarim, Tojikistondan kelgan hamkasblarim birgalikda kursdosh bo'lib, 30 ta gruppamizda bo'lib, mana shunday yaxshi, pozitivniy, yuqori darajada bo'lgan his uyg'ondi. Navoiy nomidagi davlat universitetining professorlar ko'p dars o'tdi bizlarga. Bir haftalik mana shu kurs yaxshi bilim yukini olib ketyapmiz. Dastur juda ham zo'r tuzilganda, o'zimizni bir boshqa olamda his qila boshladik-da. Biz talabalikni ham his qildik, ustozlikni ham his qildik, hamda tilimizga bo'lgan muhabbatimiz yanada kuchaydi-da. Biz o'zimizni o'zbek tilimizni chiroyli ekanligini his qilardik. Bu ma'ruzalardan keyin yanada kuchli his qildik. Ayniqsa menga Bahodir Karimovning ma'ruzalari juda ham meni yuragimga yetib bordi. Juda ta'sirli bo'ldi. Professorlar, fan nomzodlari, o'z fanini haqiqiy egalari
ular esa biz bilan oddiy o'qituvchilar bilan shunaqa bir haqiqiy o'zbekona bir samimiy kamtarin haqiqiy ustozligini ko'rsata olishdida. Ulardagi ayniqsa ana shu kamtarlik samimiyat bizni juda lol qoldirdi va biz ularni ma'ruzalarini haligi shunaqa bir kunt bilan tingladimda men. Kunt bilan tinglab ulardan o'zimga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olib men o'zlariga ham aytdim, xuddi men oltin topib olgandek o'zimni his qildimda. Bizga yangi metodikalarni berishi qaniydir o'qituvchi uchun bir ajoyibda. Xuddi o'qituvchi o'quvchilarni o'qitib o'quvchilarga o'xshab qolar ekanmizda. Kimlargadir arzimasdirda tashqaridagi odamlar uchun, lekin biz ustozlar uchun ana shu metodik qo'llanmalar, ta'limdagi yangiliklar, mana Qirg'izistonda biz ancha yiroqlashib qolgan, biz uchun yetmay qolayotgan ana shu ma'lumotlar, fanimizdagi o'zgarishlar, biz bilmagan yangiliklar to'laligicha yetkazib berganligi bizni juda quvontirdi. Haqiqatan mana vatandosh fondini ijodkorlari chiroyli ustozlarni tanlaganlar, taklif qilganlar. Albatta men shu yerda u ustozlarni biri-biridan ustun, biri-biridan a'lo ustozlar. Biz haqiqatan mazza qildik, juda yaxshi narsalarni oldik. Biz barchalariga o'sha ustozlarga minnatdorchilik bildiramiz. Butun guruhimiz nomidan. Rahmat katta. Men endi sizlarning mamlakatlaringizda aynan yoshlarga o'zbek tilini, bizni qadriyatlarimizni, urf-odatlarimizni singdirish jarayonlari qiziqtiradida. Maktablaringizda mana shu jarayonlar qanday olib boriladi? Bugungi olgan bilim va ko'nikmalaringiz qay darajada bir qo'l keladi? Xorijdagi ustozlar bilan o'zaro bir hamkorlik platformasi ham vujudga keldi. Bular qay darajada bir bilimlaringizni boyitdi? Shular haqida ham menga bir fikrlaringizni bildirsalaringiz biz uchun juda ham muhim. Bu masalada hayqirib gapirgimiz keladi. O'zbekiston davlatini bizni nohiyamizga bolalar bog'chasi qurib bergan, bir o'rta maktabni remont qilib berdi davlat tomonidan. Bizni qo'shni rayonda Hamid Olimjon nomli O'zbekistondan maktab qurib berildi. Endi bu arzimagan bo'lsa ham, tomchi bo'lsa ham bu faxr, bu iftixor. Bu yerda yaxshilik bilan ekilgan urug'lar bor. Xudo xolasa kelajakda yaxshi hosil beradi bu urug'lar. Har bitta bizlar darslarda bularni qayd qilamiz. Mayli. Ba'zi vaqtlar bo'ldi, bir-birimizga yeta olmadik. Endi bu kunlarga yetdik. Men shunday o'ylaymanki, O'zbekiston davlati dunyoda bitta. O'zbeklar dunyoga hamma joyda tarqab ketgan. Biz shu o'zbek tilini o'rganar ekanmiz, faqat O'zbekiston davlati uchun emas, shu butun hozirgi aytilgandek dunyodagi o'zbeklar platformasi yaraldi. Bu xizmat O'zbekiston davlatiniki. O'zbekiston xalqi mana bu yerda ishlatiladi. Tashqaridagilar biz ham albatta qarab turmaymiz. O'zimizni hissamiz qo'shadi. Ilmda, fanda, barchaki hamma narsada yaratiladigan narsalarda o'z hissamizni qo'shamiz. Biz bundan bag'oyat minnatdormiz. Rahmat katta. Siz fikrlaringiz ham muhim. Mana men qadimiy va navqiron O'sh shahridanman. Bizni O'sh shahrimizda buyuk shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi o'zbek drama teatrimiz bor edi va mana shu teatrimiz shu O'zbekiston tomonidan yangi ta'mirlandi. Uning butun bir liboslari deyildi, sahnalari, umuman imorati yangilandida. Bu biz uchun katta bir o'zgacha bir madaniy boylikda. Qirg'izistonda o'zbek drama teatrini yangilanishi. Undan tashqari biz ana shu O'shda Alisher Navoiy nomidagi maktab bor va bu maktab O'zbekiston tomonidan qurib berilgan. Bu maktabning ichki jihozlari ham xuddi mana shu hozir biz ko'rib turgan o'zbekona o'zimizni o'zbekona ruhda, milliy tarzda jihozlangan. Bu juda katta narsa. Undan tashqari mana bizni Qirg'izistondagi o'zbek tili va adabiyot o'qituvchilariga konkurs e'lon qilinishi, o'zgacha bir e'tirof, hurmatlar ko'rsatilishi bu juda bir tilojisda. Birgina Turkiston viloyatida eng o'zbek xalqini jipslashib yashaydigan makon hisoblanadi. Janubida, Qozog'istonning janub tomonida. Endi birgina Sayram tumanida men yashaydigan joyda 98 ta maktabimiz bor. 98 dan 56 tasi yarimdan ko'pisi o'zbek sinflar o'qitadigan maktablar bo'lib hisoblanadi. Janub tomonida o'zbek maktablarimiz ko'proq hisoblanadi. Shulardan olganda sof o'zbek tilini o'qitadigan o'quvchilarimiz soni bizning tumanda 300 da bo'lsa, Turkiston shahri, Chimkent shahri yoki yana boshqa tumanlar, Kentov degan tumanlarimiz bor. Hammasini yig'ganda chamada 1000 dan ziyod
o'zbek tili adabiyot o'qituvchisi bor Qozog'istonda. Malaka oshirish instituti tashkil topilgan, ko'proq jalb qilishni yo'lga qo'yyapmiz, hamkorlikda ishlayapmiz. Chatga ulanganmiz, saytda muntazam kuzatib boramiz. Mumkin qadar biz ham o'qituvchilarimizni o'qish boshqa loyihalariga aktivroq qatnashishning yo'lini qo'yib harakat qilyapmiz. Hozirgi kunda vatandoshlar jamoat fondi haqida ma'lumotni nafaqat ustozlarimiz, o'quvchilarimiz ham, kuni kecha yonimdagi hamkasbim ustozlari qo'ng'iroq qilib tinch qo'ymasdan biz ham nafaqat o'zbek tili o'qituvchi, biz ham qatnashaylik, o'quvchim bor, yana boshqa loyihalarni ko'proq ma'lumot bersangiz deb qiziqish yana ham ortmoqda. Ta'limni faqat til emas, balkim do'stlik, hamjihatlik bir vosita sifatida qarasakda, bugun mana shu jarayonni qay darajada bir bajara olyapmiz, qay darajada o'sha Markaziy Osiyo mamlakatlarini bir mustahkamlashga xizmat qilyapti bu loyihalar. Davlatimiz rahbarlari juda ko'p bir muloqotlarni mana shunday bir samimiy do'stona ruhda olib boradilarki, bu qay darajada bir mamlakatimizda o'sha millatimiz vakillarini bir mustahkamlanishiga xizmat qilyapti. Yagona bir oila vakillari bo'lishiga xizmat qilyapti. Marhamat. Tilshunoslik fanida bilingvizm degan tushuncha bor. Bu degani ko'p tillilik. Masalan, Tojikistonda bola tojik sinfda o'qidi, u tojikchani o'rgandi. O'zbek o'zi o'zbek. Lekin o'zbekchani albatta o'z-o'zidan tabiiy holatda oilada o'rganadi. Buni juda foydasi katta. Fikrlashga, mana buni hozirgi zamon pedagogikasi ham, psixologiyasi ham tasdiqlayaptiki, ana shunday shaxslarda albatta kelajakda buyuk odamlar chiqadi. Haqiqatan mamlakatlarimiz rahbarlari har bitta uchrashuvlarda qayd qiladilarki, qo'shnichilik bu maqolam borku, ming yilchilik deydi. Birimizni tushunsak, ham tilimiz rivojlanadi, ham hayotimiz yaxshi bo'ladi, ham biz tarbiyalayotgan farzandlarimizdan, o'quvchilarimizdan buyuk odamlar kelib chiqadi. Hamkasblarim aytganday, bu tillar ham albatta bir-birimizni boyitamiz. Shu jumladan xalqlarimiz ham boyiydi, yashashimiz farovon bo'ladi. Marhamat hojam. Katta mana vatandoshlar fondi orqali ikki xalqni do'stligi paydo bo'ldi. Bu narsa bizni qon-qonimizda borda. Biz o'zbek, qirg'iz, turkiy xalqlarmiz. Biz bir ota-onadek, bir-birimiz bilan qiz berib, qiz olib, qudachilik, bir-birimiz bilan o'zgacha bir yaqinlik bor va bu rishtalarni yaqinlashuvi vatandoshlar fondi orqali juda zo'r yo'lga qo'yilyapti. Mana vatandoshlar fondi orqali bizda do'stlik haqiqatda zo'r bo'lyapti mana. Oldin bu narsa chegarali edi. Qarang, bu narsani fond orqali yaqinlash, ya'ni bilim orqali, ilm orqali yaqinlashishi bu juda zo'r narsa. Albatta endi qo'shnilarimiz bir-birimiz bilan do'st, inoq bo'lganimiz barakamiz ham bo'ladi. Do'stlik bo'lgan joyda boylik ham bo'ladi, bilim ham bo'ladi deganday. Asosiysi ma'naviy boylik bo'lyapti bu yerda. Qarang, biz mana shu vatandoshlar fondi orqali o'zimizni ma'naviy boyligimizni topgandek bo'lyapmiz-na. Yana bir borda qirg'izistonlik o'zbek tili o'qituvchilarida haqiqatda ma'naviy boylik deganda hamma har xil tushunishi mumkin. Lekin inson kamolatida, haqiqiy komil inson shakllantirishda ishtirok etayotgan ustozlar uchun bu katta bir narsada. Yana bitta narsani qayd qilish joiz deb aytaman. Mana biz Qozog'istondan, Qirg'izistondan, Tojikistondan ustozlar yig'ildik bir joyga. Biz bir oila bo'ldik o'zimiz. Bizda begonalik yo'q, hammamiz. Albatta bu hissiyot, bu jarayon o'quvchilarimizga shunday ko'chadi. Umuman mana shu yagona oila bo'ldik deyapsizlar. Jipslikda qanday bir tashabbuslarni ilgari surdilaringiz? Yana qanday loyihalar bugun bizning oldimizda turganligini bir his qilib turibsizlar? Haqiqatan ham chiroyli savol o'rildi. Mana vatandosh fondi aytdiki, shu tashqarida o'qiy turgan o'zbeklar uchun grant oliy o'quv yurtlarida 30 ta joy ajratilganligi qayd qilindi. Ilm sohillarida. Bu yerga gap tushibdiki, nima sababdan o'zbek tilida o'qiy turganlar o'zbek tili adabiyot o'qituvchilari ishtirok etadi. Matematika, ximiya, aniq fanlar, tabiiy fanlar. Bular shunday chiroyli tashabbusni yana oldinga surdiki, bu fanlarga ham tashkil qilindi. Mana shunday O'zbekistonga kelib malaka oshirish, bir-biri bilan tajriba olmoq. Albatta bu yutuq. Bu har uchala Osiyo mamlakatlarining yutug'i. Bu yaxshi natijalarni beradi. O'zingda ustozlar bilan birga kelishing bu yanada o'zgacha ekanda. Masalan, sayohatda naql boru, seni sayohatdagi, safardagi yo'ldoshingga bog'liq sayohatning qanday o'tishida biz mana shu bir haftalik sayohatda o'zimizga o'xshagan ustozlar bilan
Toshkentda bilim olganimiz, Amir Temur muzeyiga bordik, milliy bog'larni ko'rdik, adiblar xiyobonlarini ko'rdik. Bularni biz avval ham ko'rganmiz, lekin ularni o'zimiz singari ustozlar bilan ko'rib, sayohat olganimiz bir o'zgacha bo'ldi-da. Biz turli davlatdamizda, lekin bir madaniyat uchun, bir til uchun, bir qadriyat uchun bir xizmat qilyapmiz. Bugun mana ko'nikmalarni egalladilaringiz, tajribalarni egalladilaringiz, mana shu kursni tamomladilaringiz. Endi borib ishni nimadan boshlaysizlar? Men o'zim shaxsan shunday qarorga keldimki, butun imkoniyatdan foydalanib, o'zbek tilini sehrli qirralarini ochishga harakat qilaman. O'zbek adabiyotida. Endi inson qancha tilni bilsa, shuncha yaxshi deydi. Bu hayot qonuni, hozirgi davr talab bo'ldi. Lekin o'zbek tilidagi sehrlarni, o'zbek tilini yoshiringan qirralarini ochish bu oldimizdagi vazifa. Biz bunga harakat qilamiz. Bilimlarimiz yangilandi. Biz o'zimizni o'zbek tilimizni haqiqatda ustoz aytmoqchi, haqiqiy so'z qudrati ekanligini yana bir bor bu malaka oshirishda his qildik. Va o'zbek tili darslarimizda, o'zbek adabiyoti darslarimizda ana shu asarlar orqali milliy qadriyatlarimizni o'zbek bolalarimizga juda zo'r yetkazishga harakat qilamiz. Milliy urf-odatlarimizni. Metodist sifatida siz aniq savol qo'ydingiz, aniq javob bergim kelib qoldi. Men o'zim o'ylab o'tiribman, 2 kundan beri men borib Qozog'istonda butun o'zim tumanimdagi menga qaraydigan 300 dan ziyod o'qituvchimni yig'ib olib, bir forum tashkillashtirish, mana shu jamoat fondidan vatandoshlar jamoat fondida kurs tashkillashtirgandagi butun olgan bilimlarimizni, bagajimizni, kitoblarimizni olib bir forumda tahlil qilib, avgust konferensiyasiga bir katta bir mavzu qilib, yaqinda avgust konferensiyaga tayyorlab ketadi. Mana shunda mavzuga qo'shib bir katta bir ish qilamiz. Mana shu 300 ta ustozimiz har bir shogirdiga mana shu ma'lumotlarni yetkazib boradigan bo'lsa, u katta ish bo'ladi deb o'ylab o'zimcha reja qilib o'tiribman. Shu o'rinda ustoz to'g'ri aytdi, biz mana 9 tamiz O'shdan keldik. Shu 9 nafar ustoz boshladik. Shu yerda boshladik. Ustoz aytmoqchi, avgust ustozlar kengashmasiga zo'r bir yangilik. Biz butun videolarimiz, suratlarimiz orqali kechadan boshladik, videolar tayyorlashdi va buni ana shu avgust konferensiyasida bizni Qorasuvda 132 ta maktab bo'lsa, ana shundan keladigan o'zbek tili va adabiyot o'qituvchilariga yetkazamizda. Men yana Chinor loyihasida ham ishtirok etgandim. Shu yo'sinda O'zbekiston haqiqatan bir quyoshga o'xshaydi. Saxiyligi hech kimdan nurini ayamaydi u. Tojikka ham nur beryapti, qozoqqa ham, qirg'izga ham. Endi til ham xuddi shundayda. Buni sirlarini ochishgina faqat biz endi ustozlarda istamizga bo'navi. Hech gap emas. Biz albatta bu yo'sinda qattiq kamardan bo'ylaymiz belda, xizmat qilamiz, shu narsalarni yetkazdiramiz. Rahmat ustozlar, bugungi bir muloqotimizda ham bizni kuzatib borib turgan ko'plab bir tinglovchilarimiz, tomoshabinlarimiz bizga esh bo'lgani, bizga yelkadosh bo'lgani, bizga yondosh bo'lgani aniq. Bu muloqotlar shunchaki bir tilimizni muhokama qilish emas, balki mana shu inoqligimiz, Markaziy Osiyo mintaqasida bir jipslashib borayotgan katta bir iqtisodiyotga, katta bir o'zgarishlar suratiga bir kamarbasta bo'ladi, o'ziga xos bir dastak bo'ladi. Aynan o'zingiz aytganingizdek til orqali faqat tilni emas, do'stlik, hamjihatlik bir vositasi bo'ladi bu tilimiz. Aynan mana shunday bir muloqotimiz yoshlarimizni bir qalbiga ko'chadi, tafakkurga ko'chadiki, bu tafakkur yana ham bir jipslashga, hamjihatlikka, yangi bir taraqqiyot manzillarini ochishga xizmat qiladi. Bugungi muloqotimizga xush kelibsizlar. Rahmat. Salomat bo'linglar. O'zbek tilini dunyo bo'ylab targ'ib etish faqatgina til emas, balki milliy qadriyatlar, tafakkur va madaniyatni ham yoyish demakdir. Vatandoshlar jamoat fondi tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan bu kurslar ana shu ulkan vazifaga munosib hissa qo'shmoqda. Podkastimiz ham bevosita mana shu jarayonlarning mohiyatiga qaratilgan edi. Salomat bo'ling.